Doktor, nima bo'ldi? O'g'lingizga gepatitis C tashxisi qo'yildi. Alloh shifosini bersin. Kelin, Labbiy ayajon. akangizda pul bor. Borib olib keling. Ustalarda ishi to'xtab qolmasin. Ukam o'g'li o'zi kasal bo'lsa, ulardan qanaqa qilib pul so'rayman hozir? Assalomu alaykum aya. Ye, ke qizim. Yaxshi kelib oldingmi? Moldaxon, apes keldi, choy qo'ying. Apajon, yaxshi kelib oldingizmi? Ustalar bilan charchab qolmayapsizmi? So'rashim to'g'rimi, yo'qmi bilmadim-u, qaynonam jo'natgandilar. Ustalarimizni ishi to'xtab qolgan. Eski pullarni bermasa, ishni boshlashmas ekan. Puling bo'lsa ozgina qarz berib tur uka. Apang atayni so'rab kelibdi, o'g'lim, puling bo'lsa berib turgin. Puli bo'lsa hozir ochiq beradi. Mana bu, bor shu. Menimcha ustalaringizga yetib qolsa kerak. Tezroq shipirni bitirib uyga kirib oling. Rahmat ukajon. Ilohim balam topganingga baraka bersin. Apangga senlar rahm qilib pullarni beryapsan, bemorlarga shifoyi qobilat oy. Orqamizda qolinglar, dog'ingni ko'rsatmasin. Alyo, Labbiy uka. Apa, tabriklang, jiyaningizni boshqatdan doktorga olib kelgandim. Jiyaningiz analizlari 100% toza chiqdi. Doktorlar bizga adashib boshqa analizni berib yuborishgan ekan. Haligi bergan pulimga men roziman, apa. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Eng yaqin insonim o'zingiz opa.